Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana biz Oraxondagi loyihadamiz. Oraxonda ishlar davom etyapti. Ustalar charchang olyapti mana. Nima ekan? Nega bosh ekan? Gapiring videoga. Ota qalay, ishlar yoqyaptimi ustalarda? Juda zo'rda. Ma'qulmi sizga? Shunchalik qandan kim ma'qul bo'ladi? Juda katta ish qildi bular. Rahmat. Klonlarni ham keltirishyapti, ha? Ha. O'sha sal baraqgan yaxshi o'tdi. Pasog'anda ma'qul. Klon bo'lib ketar ekan. Unda qo'y. Dorozani baland qo'yib qo'yganda. Dorozani baland qo'yib qo'yishgan deyman. Ko'chaga moslab. Shunaqanda. Jumaga borgansiz. Ha, mana endi hozir bu tomon eski sahna mana chuqurda bo'lib qoldi. Eski sahna chuqurda bo'lib qoldi deyman. Yo'q, men nesini qilib bog'ini ham nima qilamiz, ko'taramiz. Ko'taramiz. Ha. Qanday nima deydi? Semendan qilamiz, stachka, nima deydi? Aynan qo'yamiz uni. Kengayadi shu. Hammamda nimalar, ko'chkalar bor, yaxshi qoladi unda. Yozim bosh harakat qilamiz, endi o'g'il kelib qolsin. Odam shu ko'payib ketdi. Shekilli aylanib kelmadingiz ham og'iz bor. Qo'yamiz, ko'rdingizmi?